Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni Mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquvchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquvchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquvchilari. Ümit ishonch bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barakatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan ochil chash so'pini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash so'pilari. Çoğaynamak telefonamaydı. Hay. Ha amma. Ha xislatma. Bir ish bo'ldimi balam? Bugün atla bayramı ekan go. Ha. Voy, endi esingga keldimi? Balam, dadanglig'icha ancha-muncha ko'ngil bo'lib qo'yinglar. Voy, sizlarga xizmat muhimmi, dadanglar muhimmi? Voy, bu nim degini hamde? Canım balam. Ma dadanglıçı yaşınıp kaldı. Apanglar texi yok. Ha, hemmişnin ödüsün öz yalğız çıkıp bulanmaydı. Hay. Ma dadanglarının hali ne? Anca munca sorap koyunlar. Keyin jığılgan bilençe ornuq düşmeydi. Vay dadanglar sizin muşunca ola çoğunqıgıca qançılık japatatdı ha? Ay can amma, bunda desen qandaq buldu. Biz mi köngül buluvatımız go? Ne dikeplanı qılıp? Bo'ldi amma kech deyishaylik bo'ldi qolgan gaplarni. Jumo aldirashdim, xo'sh. Hey, xislat. Hey, xislat. Gap qilsam telefonni qo'yib aytganima juvoy nimakni. Undaqa da nima ish qildiki menga telefon urib? Direktor. 3 kundan keyingi uchrashishni bugun kechga o'zgarsa qandaq? Bayram işim var degan anlamdangizmi? Anladım. Bugün atla bayramı. Şuna bugün uçuruşunuz bek muhim bo'lmasa, bugün kech lider bilan ko'rishgach, paranglashamiz deb o'ylagandim. Siz huquqingizni to'liq qalayimqa ishlatmang xislatmingdir. Ha? Sizga maosh berganda xalqning shaxsiy turmushiga aralashin deganlikdan derak bermaydi. Tushundingizmi? Bo'libmi? Bizning uyning ishiga qalayimqa aralashma. Nereden bir bala değil oldu. Ha, birden saklıtıp koydu makanda olsa. İşvak kasıyor. Yaşıyor zaknız. Ha, işvak kaslamsa ha. Makul hoş.
Kızım. Dada, restorandan o'rin zakaz qilib qo'ydim. Kechda hammamiz birlik tomoq yesak qandaq? Ha? Sırt tamaklayımız mı? Ay rahmet. Undaq qilishni nima hojati ya bolam? Uyda tamoq yesak bo'ladi emasmi? Shundoq bo'lsa namsa. Kech ko'rishaylik. Ha, ma'qul. Ma'qul. Ha, xo'sh. Oh. Qara. Ha. Au. Do'konda tursam xislat telefon qilibdi. Ha? Bugun Otalar bayrami ekan. Otalar bayramini tabriklab, restoran qo'yib tomoq yemasak bo'lmaydi deydi qara. Voy rasma? Men bu bolalarni kichikniki desam, xili ish qopdi juma. Hey uka. Bugun quyosh nereden chiqqanda u aldirash ballariga? Men dedim, hamma uyda tomoq tayyorlayotdi. Uyda yeyli desam, voy hammam biz uchun osh tomoq yetib, uy ishlarini qilib berib ketdi. Bugun mehmon qilmasam bo'lmaydi deydi qara. Sağım şunda köyünü diken bu balalar. Uy, bırak aka. Toydun ki nar çağındaki iş yoktu degine. Ben bügen üçün bir muncha narsa kerak setib optikanmi? Hay ufkam. Şu gapmidi. Onu to'g'nab qo'ysak qo'yayli. Erta o'g'il bir amallarni qilib yevatmam da. Mayli. Ben chiqib tayyorlik qilay. Bo'ldi aka. Hoşup ketgindi. Bugün hasret degan gapim toz o'tibdi de. Voy. Nima? Vaqa yuz berdi? Voy. Nima? Bildim. Men hozir boray. Ayfata. Liderchi. Kishida doktor tashlardi. Bu qanog'ini siz yaranmag'asiz? Yo'q, men cho'yirolmadim. Shu liderdan uchish vakil to'q. Mana 8 oyda qilibdi. Mana shundan 3 kun tutmishdi. Yorinibsiz ha, peshonangiz. Şey so'rab ketdi. Chatoq-chatoqlasam o'xshab. Direktor telefon qilmadi. Yo'q, xabar topqanmidi. Voy, doktor, yaxshimisiz? Bemorning ahvoli qanday? Hozir ahvol xil normallashdi. Yana bir kecha kunduz ko'zdimiz. Agar cho'ng masala bo'lmasa, 2 kun doktorxona chiqsa bo'ladi. Yaxshi. Voy, sizning o'zingiz Astirlab ketdi azroq. Yo'q, to'g'ri.
bu vaqt telefonimni tugab ketdi qo'yamdi. Qanam qilaman? Hadi. Ha? Sen bir yerden çıkılsan, mijozing yo'qmi? Voy yo'q, lider qatnashadigan uchrab degan to'q. Shuni aldirab tenibli kelishim. Qandaroq? Qoldi, xili yaxshi. Bu yer yuriysan-ku, uyda aram berib qolganda. Shundan men bu operatsiya qilgan bemorning ahvoli o'zgarib qoldi, tuyuqsiz qaytib keldim. Hey, undaqda bugungi tomoq yeyishga bo'lmamsa, bugungi atlar bayrami unutib qoldingmi? Bemorning ahvoli pek turaqsizmi, ayrılamayman. Men bu yerdan ayrılamayman. Liderning tuqqanlari kelgach bu yerdan ayrılsam qat'iy bo'lmaydi. Qanday qilamiz? Uning ustiga telefonimni tugib ketdi degina, Alloh qilshamayapman. Bunda qila, Qaysarga telefon urvatgan, dadam hammomlarni elib restoran bag'ishtirsin. Men keyindan baray. Jumi? Xizmat mudir, lider chaqirdi. Ha, mana. Qaysarga cho'qim telefon urvat-a? Sen bering. Qolmajmi? Hamma qilamiz, yaxshi aram bering. Yaxshimisiz? Cesur. Voy. Köpekmadek yaxshi nafsatlar boshliqimiz eng yangisi qaram. Mavo qandirva qildi, mavo yurak yashatdim, men uyqum yaxshi ko'rpek, aysi ko'rpek, ay. Ay ko'rpaqamsiz. Ay silqi. Ay to'xtang. To'xtang. Sizning o'g'avaldi yillanda cho'nglar o'rin bermaydi. Men yo'l xatada tursiz. Menda unda qildi. Oshtoq qilingizga yolg'onchi. Nimsa tutsa kerak ko'ray. Sen Qaysarmi? Ha? Saqchi. Xotirjam bo'ling. Onam endi ketmaydi. Ketmaydi? Nechib ketaka? Sen onamga, "Ana, sizning jafoyingizni olsazmidingiz?" O'tganmi desa bola? Hozir keldi. Keldi vaqti bo'ldi. Voy bu qissa telefon urmaydi-ku. Ishdan tushadigan vaqt bo'ldi. Ne vaq? Endi ura. Balam, sizlar bundoq manfaatlaşgan ekan men nima? Kalingizda bormi? Ağa, apa? Voy senmitti? Ay kela o'tira. Kela. Voy, xislat texish kelmabdi-ku. Voy shu, hech kelmaydi-ku. Hozir degan shu qatnashni taz jiddiy vaqt edi. Rost, ashna vaqt sadi. Yo'lda mashina ustiga mashina. Haqcham bir yerda to'silib qoldi. Balki. Chaqala hozir. Ekran oldidagi hurmatli ko'rman do'stlar, yaxshimisiz? O'sha ayol qirmaydi ayol. ayol. Turmush programmasining Shu riyosatchisi. burunman boshunda. Hozirmi chiq o'zgarish yo'q. Turmush programimizda. Voy aka, qirib turgani. Qirib turdi. Qo'rq bormi yo'qmi o'zida? Bo'lg'o grim qildi shundaqmi? Yana xeli odam tinini bir daraxtga o'xshatsa, qo'rqmi yo'qdirdi. Dal mushu Ay, nima yeydiganti bular? Artist qirmaydi degan gap rasmiy qilib Rost shu. Sening yeshing cho'mmagandikin, osh ayoldek moda yursang bo'ladi asli. Parlar yasansa rastli ish tushidi. Bo'yin umurtqasida nima sababdan kelib chiqdi? Uning oldini olish va davolashda nimalarga diqqat qilish kerak? Ha, men shu olim.
Kishilar hamisha haftada bir qitim zo'r miqdorda ko'ktat setib olishga amroq keladi. Setib olgan ko'ktatlarni uylarga ilib kelib, asta-asta saqlab iste'mol. Voy, bo'ludi, hozir boray. Shuni bilishingiz kerak. Qaysi o'rinda? Bu ko'ktatni bir kun saqlasangiz, vitamin tarkibi rahmat. Aka, nima shopdi? Ko'rman do'stlarning. Qaysarni soqchixonada deydi. Allohida. Voy, nima ishda yarg'andi? Juvoy nima? Çapanın aldım, atmışını aldım. İsmi Kaysar bu? Ha, Kaysar oğlum. Sen o şirket işlemsen? İşlemse? Akana o şirkette etiyendili bağlan bugün. Benim bir dostum tanıştı olgan üyege. Dostunun ismi ne mi? Neymiş kaldı o? Onun ismi Adil. Bu man bu şirket işleyme diyen. Neymiş tanıştı olgan. Lekin aka, ulanın o kanunsuz işlerle benim fakat alakam yok. Fakat bilmeydik hemen. Rana açıyor. O sana şerikan var. Rana? Aka, qaysi Rana'nı deysiz? U aldamchilik qilmoqda. Nima? Siz qanday qilsa buni aldamchi ekanligini? Yo'q, demakchi bo'g'nim, buga uningda yo'l so'rgandim. So'rsam yo'lni xato deb turibdi. Bir kun talani bika aylanib yuribdim. Men u balni oldiq faqat qo'ldagi narsani ko'rib qolgandim. Qanun xilab ish qildim. Adil deganmi shumi? Mushu. Aşbal şu. Yine bu şirketke şu tanıştı olgan. Ular texmende etkendiler 2017 zakarat taqagandı. Bizlarning aqli tushkuni hali uzoq bo'ldi. Ham bir qism sifatlarni to'pladik. Sizning bu to'g'riliqni bildirib olamiz barmi? Yo'q, men hech nimani bilmayman. Men Urumchiga o'qishga taq bugun kelgan. Men u balning oldiga taqsani oldimdan keldim. Sen aldamchi uchratsan. Bizni ular tutishni boshlashgan bo'lamdi. Ma'qul aka. Men cho'qim bütün kuchim bilan islayman maslashni. Lekin shu otni chaqaroq deb meni qo'limni qaytirib kelgan bo'larmi? Tekshirib ko'rdik, masala yo'q-ki. Bo'ldi, tushundim. Ahvolingizni egallab bo'ldi, qaytsangiz bo'ldi. Boshqasiga rahmat. Sizlar bundan keyin tanmaydiganlardan bari kelib qolgan vaqtda diqqat qiling bo'lamdi. Rahmat aka. Bo'ldi, qaytsangiz bo'ldi. Dada? Amsi yo'lda diqqat qiling. Yana oldinib yurmang. Qo'limda? Rahmat. Eshik bu bizning qishdagi ishimiz. Soqchi. Ha, men Qaysarning dadisi. To'xta, sizni birisi chaqirtganmidi? Ha, bu yerda surishtiring qani. Ma'qul, rahmat. Men Qaysarning dadisi. Boya mishadni telefon qilib ekansizlar. Ha, ma'qul, men surishib boqay. Ha. Hey. Ha, amma. Sizlar restorandami? Nima? Restoranda? Voy, restoranda nima ish qilatdiq? Dadam telefonlamaydi-ku.
Voy dadang hozir aldirash telefon ololmaydi. Nerede bulattık? Saqchixonada. Nima? Saqchixonda? Bu yerda nima qilibsizlar? Nima ish qilyaptik? Saqchixona o'ynaydigan yavg'ankin toza o'ynayapmiz. Amma ayarga o'tib birdan saqlab turam. Ha, ma'qul. Rahmat, ha. Siz doktor, bemorning ahvoli tez tushib qoldi. Nima? Qaysa? Ish bo'ldi. Yana birisi bilan urishdingmi? Ay, nima ish qildi? Siz Qaysarning dadasimi? Ha, men shu. Ha, yaxshimisiz? Ha, nahimisi? Bizning aldamchilik televiziyasini tekshirayotgan. Voy Qaysar, nima aldamchilik qilding? Voy sachchiki. Asirmang. O'g'lingiz bir shaxsiy setish tashkilotiga ketib qopti. Bumiz yangi uchirg'ichi. Qat'iy xopolmanglar, fikrlarim sizlarga ovorsizlik deb beribdimiz. Men mush balani yaxshi tarbiyalanmay qoptiman. Dada, sen nimaga apple so'raysan? Anladingmi? Men bu ziyon uchiruvchi, yo seni gunoh bo'lmasa. Sen jim tur. Sen mening o'g'lim bo'lgandan sen qilgan xatolik shu, men qilgan xatolik o'xshash demoqchiman. Qaysarning to'g'ri deydi. Bumiz yangi uchirg'ichi. Biz bu deloni tekshirayotganda xil uzun bo'ldi. Hozir asosan isbot to'liq. Biz amalmamiz shu ziyonga uchirg'ichining ziyonini eng tuvaga tushiramiz. Hozir aldamchilarmish Qaysarga o'xshash yangi o'xshab bitgan yosh bolalarni ko'zlayotdi. Buni diqqat qilsin. Ma'qul. Ha, unchilik bo'lsa bo'ldi. Ma'qul. Rahmat ukam, rahmat. Aytsanglar bo'ldi. Biz qaytaveraylik, ha? Ah, Mana. Kelmaydi. Shu. Ha. Ha. Hech ketmay bu yerda turibsiz-ku? Na, ketdim. Yo'lni to'g'ri deb bergan bo'lsangiz, bu chaq maktabga o'rilish bo'lardim. Hay bolam Qaysar, bu qiz kim o? Voy, bu Tinchlikmi? Men yurtda Urumchiga Tilugangil kelgandim. Boya shu bog'chada saqchilamush yigit bilan tan tutib keldi. Ha, shunda bo'ldi. Deganlar mush qiz uchrab, nasbasini tug'an meni. Sizni nasbasimi, menimi? Sizni kasobatingizdan saqchixonaga birinchi qatim kirib qolishim. Xijil bo'lmaymen deydi. Qaysar nima gap bu? Ha, dada, bu menda avtobusda yo'l so'rasam, yo'lni xatoda turib bir kun bekor ketdi. Hey! Bardig'ayingizni o'zingiz topolmay, endi men kelmoqchiman. Yo'lni to'g'ri deb bergan bo'lsangiz, mush ishlar yo'q-da. Ha. Buni o'zingiz bo'lgandan keyin o'zingizni ko'ring. Bo'ldi. Bular bu yurtda tuqqanlaringiz bormi? Yo'q. Voy, bilan tunishimiz bo'lsin, bordi. Yo'q. Amisa, nega borsiz hozir? Asli maktabga boratdim, lekin bu kechida maktabga borma demang. Biz bilan ketib, bizning uyda bir oqshom qo'nib, aytib bering, bulamdi. Yo'q, bo'ldi, rahmat, unda qilsam bo'lmaydi. Hech qisi yo'q. Bu kechida nelar juratdingiz? Ay, tatmisiz bo'laverdi. Uning ustiga Qaysarning kasobatidan kechikib qolibsiz emasmi? Sizni tashlab qanday ketimiz bu yerda? Juron. Ha. Voy, ansirman qizim. Voy, biz askardamlardan emas, xotirjam bo'lsangiz bo'laverdi. Qanchirma. Qanchirma. Hozircha bemorning ahvoli turaqlashdi. Davomli kuzatib beramiz. Ha, jironglar. Mena bolam, mena. Mushu bizning uy bolam. Udul dikisi parvarachingizning uyi. O yalğız olgandan keyin siz parvarachingiz bilan turavering, ha? Albatta shunday bo'ldi, bolam. Ha? Men bilib tursiz.
Aka, әмсәм charchab qolding, baldiroq dama olg'inchim. Ay, Parvar, bolalarning qo'shiqi bir yak berib qoldi. Sen oldida gachid bir narsa qila. Endi men ketaverdim, Juma. Sening qo'shig'ing qanday? Qo'shig'im to'q, tamoq yeyag'an. Baldiroq. Ay, Mo'min. Ma chamdani mening uyimga akirib kirib, uningdan keyin ketgina. Ma'qul. Ma'qulamiz aka. Men bir kiyimlarimni yo'tkab, dikit chiqaychim. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh yetsa. Xo'sh. Sizlar suvxona kirib, qo'llaringizni yuvib, qayoq tayyorlik qilinglar bular. Ötüyorum. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atganchayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atganchayi. Ayollar gulga o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Tokilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Zaten her gün çıkarıyorsun. Vay ne mi? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Pakizlik madaniyatning ifodasi. Pakizlik safoning namoyandasi. Pakizlik sog'lomlikning boshlanmasi. Xalqimizning eg'iz bo'shliqi sog'lomligiga ko'ngil bo'lish kamolatning sharafli vazifasi. Qiyinchilik chiqdi, chunki bu film hajmi çok. Şirk obrazlar çok. Meydan sani ko'p, qism sani ko'p. Umumiy ko'rinish ilish vaqti bilan umumiy filmning ichida tasvirlangan vaqt jarayoni uzun. Aslında biz yazdan başlap görünüşü algan, yazdan görünüşü var, güzden görünüşü var, kışdan görünüşü var. Demek net 3 fasıl öte diyen gap görünüşü yapıcı. Umum filmin kütüye geçip 3 fasılının görünüşlerini aldı. Fakat filmni men söylemem, film grupsi tayyorlik qanchalik cho'qim o'shadan qiyinchiliklar bizning bu filmda cho'qim uchirdi. Masalan, bu film ssenariysining hajmi cho'ng. Qatnashgan artistlarga aytib ko'p. Maydon soni alayda ko'p. Biz filmning ko'rish jonligini oshirish, ritm suratini oshirish, texnik yaqinlikni oshirish sababidan biz maydonni ko'p loyihaga kirdik. Albatta bu filmni biz planlagandan boshlab ko'rish og'icha nurg'unligan tajribalarni film ilish jarayonini o'rgandik. Nurg'ulgan arq sapishlaydigan balani yedeklidik. Çünkü bizde mükemmel kurulgan bir grup yok. Hamma jihatdan mükemmel bo'lib qolgan bunda grup shakllanmagan. Biz ham jarayonni izlanib filmning arq sapishlar bo'libmi? Ko'pincha tomoshabinlar, ko'pincha ko'rilmanlar filmning o'zi ekranga odamlarni ko'rdi. Amniyatimiz ekran oldida masalan 10-20 odamning hikoyasini so'zlagan vaqtda orqada balkim 70-80-100 odam ash odamlar uchun munosabat qildi. Ash odamlarning yaxshi obraz elish uchun ular o'xshagan jihatdan tirishchilik qilib berish kerak. Mishlab cho'ng tipdagi bir filmda cho'ng tipdagi bir guruhni tashkillab, mishlarni yetaklab, hammalarning ideyasini bir yerga kelib, mish film qanday qilsak yaxshi ilib chiqamiz deydiganga bir tarbiyalar ilib berish o'zlari bir qancha qiyinchilik. Bu bizning balkim baş filmni ishlash oldida tayyorlik vaqtimizga hayajon yoki bir xil jo'shqinlik film ilish mezgilda balkim azroq suzish mumkin. Chunki biz o'ylagan ba'zi narsalar ma'lum sabablardan biz o'ylagandek yetmasligi mumkin yoki ba'zi qismlari biz o'ylaganda yaxshi chiqishi mumkin. Ham qo'shaloq va ham pushaymonman. Kino televiziyaning xarakterimiz shu. Bo'lib rol avatlı artistlarning xarakterimiz shu. Chunki ko'rinish avat qilmoqdagi hissiyat bilan keyin bir mezgildagi turmush tajribasi texmi mukammal bo'lgan chog'da ash film ag'an ko'rinishidagi obrazlarni ko'rgan chog'da men manda o'yinsam bo'pti ekan yoki manda yarasam bo'pti ekan obrazni deydigan bir pushaymon chiqdi. Bu
mush kasbning aloyligi ham jalb qilaydi. Shu orqali ikkinchi qitim yana rol olgan chog'da men mishta yetakchilikni tugitaman. Manda alaman. Bundan keyin mishta o'xshash kelsa, yoki marolli kelsa, men manda tayyorlik qilaman deb chiqdi. Undan keyin mish artist bar paydin-pay o'zining tajribasi mo'l bo'ldi. Paydin-pay yaxshi rol olgan artistga qarab o'zgardi. Tomoshabinlar yoqtirdigan artistlar bo'lib yetishib chiqdi. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilindin, kapalmasın cay. Cilger gülnüm, çikini bürge, güzel dur yüzü de, dağ bulsun o ay. Cilger gülnüm, çikini bürge, güzel dur yüzü de, dağ bulsun o ay. Mertler hemmige, okşaşta kiyin, özgermez hakikat, hayat ve hiç kimge itibar kılmagan hayat kanaat baxtdur baxit kanaat esindin ketmisin şu oddiy savol hikmetler hemlige o'xshashlar qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdur baxit qanoat esimdan ketmasin shu oddiy savol esimdan ketmasin şu oddiy savol